Tushda peshob, siyishni ko'rish. Yengillik va tozalanish. Peshob tanadan chiqadigan chiqindi moddadir. Tushda peshob qilish ko'pincha ichki bosim, stress yoki salbiy his-tuyg'ulardan qutulish, yengillik topish bilan bog'liq bo'ladi. Hissiy bo'shashish. Siz real hayotingizda qandaydir hissiy yukdan qutulishni istayotgan yoki uni qo'yib yuborgan bo'lishingiz mumkin. O'zini nazorat qilmaslik, ochiq joyda yoki noqulay holatda peshob qilish, o'zingizni hayotda nazorat qila olmayotgan, sharmandalik yoki xijolat bo'lish holatini bildirishi mumkin. Sog'liq yoki g'am tashvish. Ayrim holatlarda bu tush sog'liq bilan bog'liq tashvishlarni yoki ichki notinchlikni ifodalaydi. Tush ta'biri kitoblarida tushda peshob qilish ko'pincha mol-dunyo, gunohlardan poklanish yoki noaniq foydaga ishora qilishi mumkin. Ba'zida bu tush noto'g'ri harakatlar qilishingiz yoki muhim qarorlar oldidan ehtiyot bo'lishingiz kerakligini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.